Urganch markaziy bozorida sanitariya va oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazildi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Urganch markaziy dehqon bozorida aholining salomatligini muhofaza qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida profilaktik va nazorat tadbirlari o'tkazildi. Tadbirda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Xorazm viloyat boshqarmasi, Xorazm viloyati ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati hamda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi mutaxassislari birgalikda ishtirok etdi. Tadbirning asosiy maqsadi bozor savdosi bilan shug'ullanuvchi fuqarolar va tadbirkorlar tomonidan sanitariya, gigiyena va veterinariya talablariga to'liq rioya qilishni nazorat qilish, shuningdek profilaktik tushuntirish ishlarini olib borishdi. Tadbir davomida veterinariya va sanitariya qoidalarini buzgan holatlar aniqlanib, ular bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shu bilan birga savdo qiluvchi shaxslarga qonunchilik talablari bo'yicha tushuntirishlar berildi.